Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan Choy Time podkasti choy ustida iliq suhbatlar, lekin noodatiy insonlar bilan davom etamiz. Bugungi mehmonimiz Men Daliya Rahimov, men Abu Ali Misr nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchisiman. Men o'tgan yil 2025-yilda bo'lib o'tgan 57-chi xalqaro kimyo olimpiadasi va 59-chi xalqaro Mendeleyev kimyo olimpiadalarida ishtirok etib, 6 medalga sazovor bo'lganman. Va yana O'zbekiston tashkil qilgan Abu Rayhon Beruniy olimpiadasida ham 6 medalga sazovor bo'lish sharafiga ega bo'lganman. rahmat. Bugun siz bilan biz samimiy suhbat quramiz va sizning bosib o'tgan yo'lingizdagi muvaffaqiyatlar, qiyinchiliklar va hissiyotlaringiz bilan suhbatlashamiz. Xo'p, baribir biz o'quvchilarimizga yuzlandik, chunki o'quvchilar sizga juda ham ko'p qiziqish bildirishadi. O'quvchilarimiz tomonidan sizga yo'llangan savollar bilan podkastimizni boshlasak. Birinchisi, hozirda sizning topshirgan universitetlaringiz haqida o'quvchilar katta qiziqish bildirishgan. Qaysi universitetlarga topshirdingiz yoki sizning ko'zlagan universitetingiz qaysi? Hozir ko'p kishi bilsa kerak, bilmadim. Ko'p kishi o'zi shu yil to'g'risi shu yutuqlardan keyin, televideniyalardan keyin ko'p kishi menga shu savol bilan chiqdi: "Qayerda o'qiyapsiz? O'qishingizni qayerda davom ettirdingiz?" deb. Hozir men gap yerdaman, ya'ni bu yil hech qaysi universitetga kirganim yo'q va hozirda shu universitetlar topshirish jarayonidaman. Yaqinda topshirib bo'ldim va asosan shu Singapur va Amerikaga davlatlaridagi universitetlarga topshirdim. Singapurda NUS va NTU, ya'ni National University of Singapore va Nanyang Technological University'ga topshirdim. Amerikada esa bir nechta taxminan 8-10 tagacha universitetlarga topshirdim. Aynan qaysi universitetda o'qishni xohlar edingiz? Sizning oliy universitetingiz qaysi? To'g'risi endi hamma buni masalan sayens bilan shug'ullangan odamlarning hammasi bu narsani orzu qilsa kerak. Baribir Dream School men uchun MIT bo'lsa kerak. U yerda chunki birinchidan sayens va injiniring kuchli rivojlangan. U yerda juda ko'p Nobel mukofotini olgan olimlar va professorlar mavjud. O'shalar bilan birga ishlash men uchun sharaf bo'lardi, agar universitetga kira olsam albatta. Universitetga kirishingizda omad tilaymiz. Va keyingi savol, yaqinda prezidentimiz bilan Ko'ksaroyda uchrashuv bo'lib o'tdi va bu uchrashuvda ilm-fan va yoshlarning o'qishlari bo'yicha qanday asosiy masalalar ko'rib chiqildi sizlar bilan birgalikda? Yaqinda shu 2026-yilning 24-fevral kunida prezidentimiz har yilgi traditsiyaga mos shu yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu yerda meni ham taklif qilishdi. Juda ham xursand bo'ldim to'g'risi bundan. Prezidentimiz asosan tashabbuskorlar, ya'ni turli xil volontyorlik sohalariga va kitobxonlikka va aynan startap sohalariga ko'proq e'tibor qaratdilar va ana shu sohalarning ichida ko'proq yangi farmonlar va yangi imkoniyatlarni yoshlarga tatbiq qildilar. Undan tashqari yana eng qiziq bir yangiliklardan biri, har haftani payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilinib, butun o'sha O'zbekistondagi hokimlar, turli xil vazirlar va o'sha maktab va universitetlarning direktorlari aynan shu kuni o'zlarining ishlarini to'xtatib, aynan yoshlar bilan muloqot qilishlari kerakligi haqida xabar berdilar. Ana shu narsa to'g'risi menga juda ham yoqdi va yana prezidentimizning bir aytgan gaplari shu bo'ldiki, hozirda muammoni yechilishi kerak bo'lgan muammolarni beradigan ham yoshlar va ularning yechimini beradigan ham yoshlar dedilar. Ana shu gap juda ham to'g'ri. Chunki hozirda aynan yoshlardan yangi ideyalar chiqadi va aynan ularga quloq solish kerak deb o'ylayman. Men ham bir gapni eshitganman. Har bir davlatning rivojlanishi bu ularning yoshlariga bog'liq. Yoshlar qanchalik rivojlansa, davlat ham shunchalik o'sadi. Xuddi shunaqa. Xo'p, biz endi Evinsino o'quvchilari sifatida sizning nutqingizni ko'rdik va sizning Nobel mukofoti sovrindori bo'laman degan gapingizdan to'g'risi faxrlandik. Shu bo'yicha ozgina savollarim bor edi. Nobel mukofoti sovrindori bo'lish orzusi qachon maqsadga aylangan? To'g'risi ana shu bu narsani yoshligimdan orzu qilaman. Chunki masalan
juda ko'p Amerikalarda va Rossiya va Yevropalar davlatlardan juda ko'p insonlar shu Nobel mukofotini olishgan, lekin hali O'zbekistonda hech kim olgani yo'q. Va ana shu birinchi kimyoni o'qishni boshlaganimda mana shu narsani o'zimga orzu qilganman. Keyinchalik mana bu yutuqlarimdan so'ng, hozirda mana universitetlarga topshirish jarayonida bo'lgandan keyin mana shu narsa orzudan maqsadga o'tdi. Endi shu maqsad sayin harakat qilib, dunyoni yetakchi universitetlariga kirib, u yerdagi professorlar bilan birgalikda shu hozirda global muammolar juda ham ko'p. Mana shularga yechim topish ni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Va endi mana hozirda mana shu maqsad tomon intilyapmiz. Va nutqingizda yana bir so'zni juda baralla aytdingiz. Siz 1 milliard 40 million so'm sohibisiz. Bu mukofotni qanday ishlatishni reja qilgansiz? Ya'ni ilm yo'lingizda, o'tkazadigan tadqiqotlaringizda qanday sarflashni niyat qildingiz? To'g'ri aytdingiz. Mana shu savolni xuddi ana shu savolni juda ham ko'p kishi berdi to'g'risi. Birinchi tanishgan shu yilgi o'zi insonlarning hammasi birinchi bo'lib so'raydigani savoli bu yoki qaysi universitetda o'qiysan yoki 1 milliard pul mukofotini nima qiling degan savol bilan berishdi. To'g'risi bu birinchi marta o'zi o'sha 2025 olimpiadaga hali qatnashishimizdan oldin ham bu o'sha farmon chiqqandi. Shu xalqaro olimpiadachi g'oliblariga beriladigan pul mukofoti 5 baravariga, ya'ni taxminan 180 million so'm edi o'sha vaqtda. O'shandan 5 baravariga 1 milliard so'mga ko'tarilishini e'lon qilgandilar prezidentimiz. Shundan keyin to'g'risi hayratda qolgandim. Olimpiadachilarga 1 milliard so'm pul mukofoti. Bu to'g'risi bir sal tasavvur qilish qiyin bo'lgan narsa edi. Lekin mana shu bilan taqdirlandik ana shu olimpiadadan so'ng. Va hozirda bu pul mukofotini shu universitetlarga topshiryapman dedim. Mana shu chet elda yashashimga, mana shu universitetlarda ta'lim olishimga sarflashni rejalashtirganman. Rahmat. Bilasiz, vodorod eng kichik gaz boshqa elementlarga qaraganda. Sizning hayotingizda qaysi kichik voqea o'zi kichik bo'lsa ham, lekin ta'siri sizga juda ham katta bo'lgan, ya'ni hayotingizda katta rol o'ynagan? Men Abu Ali Misr maktabida o'qishimdan oldin Buxoro shahridagi 35 umumta'lim maktabida ta'lim olganman va mana shu maktabdan ham xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etib, yutuqlarga erishgan inson chiqqan Firdavs Sobirov bu kishi. Va mana shunda 7 sinf emas, 6-sinf edim, adashmayotgan bo'lsam. 6-sinfda mana shu xonada tayyorlanib dars qilib o'tirgan vaqtim u kishi bilan uchrashib qolganman. O'sha vaqt u kishi olimpiadachiligini ham bilmaganman to'g'risi. U kishi turli xil kimyoviy reaksiyalarni qilib, laboratoriya eksperimentlarni o'tkazib o'tirgandilar. Ana shu joyda men u kishi bilan qo'shilib laboratoriyalarni qilganman va kimyoga bo'lgan birinchi qiziqishlarim o'sha vaqtdan boshlangan. Keyin u kishi bilan tanishgandan so'ng, keyin o'qituvchilar bilan bilgandan so'ng u kishi olimpiadachi bo'lgani, juda xalqaro olimpiadada ishtirok etib, bir necha marta yutuqlarga erishgan o'quvchi bo'lgan ekanligidan eshitib, u kishiga havas qilganman va o'sha kishiga o'xshashga harakat qilganman. O'ylaymanki, mana shu aynan kichik hodisa o'sha kishi bilan uchrashganim shu katta maqsadlar paydo bo'lishi va ana shu olimpiadachi karyeramni boshlanishiga sabab bo'lgan deb o'ylayman. Baribir sizning hayotingizda shunday inson bo'lib shakllanishingizda va muvaffaqiyatlarga erishishingizda ota-onangizni yoki o'qituvchilaringizni qaysidir gapi yoki ularning deylik qaysidir sodir etgan voqealari sizga qattiq ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Sizning hayotingizda unutilmas voqea qaysi? Unutilmas voqea. Endi aynan bitta voqeani aytishim qiyin to'g'risi. Aynan siz to'g'ri aytdingiz. Menda aynan shu fanga va ta'lim olishga bo'lgan qiziqishimni ota-onam uyg'otishgan juda katta sababchisi. Bizda oilamizda ta'lim olishga va aynan shu o'qishga bo'lgan e'tibor juda katta. Aynan bizni aka-ukalarimizni, shu opam borlar va ukam borlar, bizni oramizda juda katta e'tibor berishadi. Bizda ta'lim olish va bizni shu natijalarimiz birinchi o'rinda turadi uyda. Va nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu o'qish muhimligi haqida bizada yoshligimdan shu narsani aytib katta qilishgan va o'ylaymanki, aynan shu uchun o'qishga bo'lgan mehrim boshqacharoq va doim shu o'qish kerakligi haqida doim ko'proq o'qib, yaxshi natija qilishga harakat qilganman. Shu ota-onam sababchi deb o'ylayman. Va yana bir voqealarni bittasi hech esimdan chiqmaydi.
yoshligimda o'rtoqlarim bo'lgan. Men ham ana bu ishlashga qiziqqanman, o'qish ba'zi bir o'rtoqlarim qandaydir bir ishlar bilan shug'ullanib, pul topishni boshlagan vaqtlari men ham uydagilarimdan so'raganman. Shunaqa meni ham qilib ko'rsam bo'lmaydimi, bunday degan vaqtim ana shu shug'ullanib ko'rib, men ham ishlab ko'rsam bo'lmaydimi, boshqalar shunaqa qilishayotgan ekan, tengdoshlarim shunaqa qilishayotgan ekan degan vaqtim aytishganki, "Sen hozir nima qilasan vaqtingni sarflab bunaqa narsalarga? Undan ko'ra, mana hozir o'qishingni davom ettir, ko'proq vaqting agar bo'sh vaqting bo'lsa, mana bu kursga bor, bo'sh vaqting bo'lsa boshqa kursga qo'yaman seni, boshqa to'garaklarga borasan" deb ana shunaqa sarfla. Hozir muhimi o'qish, unaqa keyin ishlashni va pul topishni katta bo'lganingdan keyin ham o'zingni biliming bilan qilaverasan deyishgan. Ana shu narsa hech esimdan chiqmaydi va hozirda ham xuddi shunaqa bizda uyda, birinchi navbatda shu o'qish turgan va bizni aynan o'qib qanaqadir natijalarga erishgan vaqtimiz yaxshi rag'batlantirishgan. O'shalardan xursand bo'lganman. Bizni birinchi navbatda, maqtashgan va har xil bir yutuqlar erishganimizni turli xil sovg'alar berishgan. Yanada bu narsa yanada ko'proq motivatsiya bergan. Ana shu hozirgi bir bizni ko'rib turgan ota-onalarga ham va yosh bolalarni ota-onalarga shu nima desam ekan, rekomendatsiya, maslahat beradimki, ana shu bolalarga o'qishga bo'lgan o'qishni muhimligini yoshlikdan tushuntirish kerak. Bilim olishni, bu oddiy narsa emas, bu oddiy bir mashg'ulot emas, yanada bu sani kelajagingni aniqlab beradigan juda muhim narsa va sani hozir yoshligingda eng katta e'tiboringni va eng katta kuchingni aynan shu ta'lim olishga qaratishing kerak degan narsani yoshlikdan tushuntirilsa agar, bolalar ham xuddi shunaqa dunyoqarash bilan o'sadi va bu narsa muhim deb o'ylayman. Siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Har bir oilada tarbiya juda katta muhim rol o'ynaydi. Tarbiya qanday? Masalan, ota-ona o'qisa, bola ota-onaga qiziqib ham o'qiydi. Xuddi shunaqa. Sizni ham yoshligingizda ota-onangiz o'qiganiga, kitoblar o'qishiga qiziqib, siz ham qandaydir badiiy asarlar o'qirmidingiz? Bizni uyda shu oyim juda ham badiiy asarlar ko'p o'qishadi, bobom ham. Oyim har kuni ishdan kelsalar ham uxlashlaridan oldin shu kitob o'qiydilar. Doim men to'g'risi oxirgi yillarda shu olimpiadalar jarayonida kimyo to'g'risi badiiy kitoblar uncha ko'p o'qimaganman, lekin kimyo kitoblari va o'sha kimyo masalalari bilan shug'ullanganman. Asosiy vaqtim shu bilan o'tgan. Va lekin har doim men bilan uchrashsam, nimadir yangi kitob o'qigan bo'lsalar, menga keltirib, "Mana bunisini ham o'qib ko'r, bunda qiziq ekan, bunisi bunaqa, bunisi bunaqa" deb shu uyimda javonimda ko'p kitob bo'lib ketgan. To'g'risi shularni hali o'qishim kerak. Endi sekin-sekin hozirda bo'sh vaqtim paydo bo'lgan vaqtlar o'qiyapman kitoblarni, badiiy kitob. Endi to'g'risi ko'proq shug'ullanyapman badiiy kitob o'qish bilan. Lekin shu yoshligimdan doim shunaqa yoshlikdan ham o'qiganman, lekin sal kamroq. Badiiy kitoblarni oyim keltirib beradilar menga, o'zlari o'qigan kitoblarni tavsiya qilib, menga maslahat berib, "Sen bunisini o'qib ko'r, ana bunaqa bitta kitob o'qib ko'rdim, bitta qanaqadir bola haqida ekan, senga o'xshatdim, u ham to'g'risi juda ilm-fan va aqlli bola ekan, shunaqa deb menga keltirib berib qiziqtirishgan. Bu narsa ham juda pozitivniy menga ta'sir qilgan deb o'ylayman. Baribir bolani bilasiz, chalg'ish vaqti bo'ladi. O'qishdan chalg'igisi keladi. Chunki ko'p o'qisa ham zerikib ketadi o'qishdan Xuddi shunaqa. borib. Sizda ham shunaqa holatlar bo'lganda qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanardingiz? Hammada bu narsa masalan birinchi olimpiadada tayyorlanish, kimlargadir aytganda o'qish, buncha soat o'qish kerak ekan deb qo'rqishadi. To'g'ri, masalan asosiy vaqt biz ham olimpiada bilan shug'ullanamiz, lekin xuddi siz aytgandek odam qanchadir juda ham ko'p shu narsa bilan shug'ullangandan keyin bezib qoladi to'g'risi va shunaqa vaqtlar bir hammani o'zini hobbisi bo'ladi, shug'ullanadigan. Masalan bizda turli xil sportlar bilan shug'ullanganmiz. Aynan shu o'zimizda olimpiadachilar jamoamiz bilan birgalikda stol tennisi o'ynashga borardik. Masalan, darslardan chiqib, masalan, ertalabdan kechkiroq soat 6largacha darsimiz bo'lsa, ba'zi vaqtlar chiqib, tennis o'ynardik yoki yakshanba kunlari darsimiz obedgacha bo'lardi, obeddan keyin borib tennis o'ynardik. Yokida unaqa mashg'ulotlar ko'p bo'lgan. Uyimda borib, shu darslardan keyin uyga borib, bironta boshqa narsa bilan chalg'ishga harakat qilardim. To'g'risi nima men uchun eng dam olish bu uxlash bo'lgan. Masalan, uydagilar ham ko'p aytishgan, o'zim ham harakat qilardim. Bo'sh vaqtim bo'lsa, bironta boshqa telefon o'ynash yoki boshqa narsa bilan sarflamasdan ko'ra, shu uxlash bilan sarflashni yaxshiroq deb o'ylaganman. Shu agar vaqtim bo'lsa uxlardim. Yana boshqa turli xil
sportlar bilan, suzish bilan shug'ullanib ko'rganman yoki boshqalar bilan. Shu asosan chaqirilishni shunaqa narsalar bilan o'tkazganman vaqtni. Baribir hozir suhbatimiz yoshlikka burildi. Odamni yoshligi juda beg'uborlik bilan o'tadi. Boshida deylik, bola yoshida bola yoshligida sho'x bo'lsa, kelajakda ko'pincha bosilib ketadi deyishadi. Ya'ni o'ziga kelib, unaqa sho'xlik qilmaydigan odamga aylanadi. Yosh bolani beg'ubor davri juda ham chiroyli o'tadi, ayniqsa ota-ona uchun. Sizni shunday beg'ubor davrlaringizda qilgan orzularingiz nima edi? Yoki siz shu yoshligingizdan kimyo olimpiadachi bo'lib tug'ilaman deb o'ylaganmisiz? Yo'q, unaqa emas. Yoshligimda esimda, shu taxminan bir 5-6 sinfimgacha harbiy bo'laman, general bo'laman deb orzu qilganman. Doim shunda qattiq turib bo'lganman. Ota-onam o'zlari shifokorlar, menga faqat aytishardi shifokor bo'lish yaxshi, bunday bo'ladi deb, lekin men faqat qattiq turib olardim, shu harbiy bo'laman deb. Lekin afsuski keyinchalik baribir kimyo va biologiya, tabiiy fanlarni o'qib ketganman. Shundan keyin qiziqishim kimyoga paydo bo'lgan. Va nafaqat kimyo, turli xil laboratoriya jarayonlari, ana shu narsa qiziqtirgan meni. Turli xil narsalar yasab o'tirardim uyda. Ustaxonacham bo'lardi o'zimni. Har xil robotlar, turli xil bir mashinalar yasaganman. Kichikligimda keyin kimyo sohasidan shug'ullanib ketganman. Keyinchalik qiziqishim o'zgarib ketgan. Undan kimyodan ham oldin matematika bilan shug'ullanib olimpiadalarda ishtirok etganman. U katta olimpiadalarga emas, shu 5-6 sinflarimda matematika olimpiadasida ishtirok etib, maktab va shahar bosqichlarida ishtirok etib o'rinlarni egallaganman. Va mana shu matematikani yaxshiroq sal bilganligim mana shu kimyoni o'rganib ketishimga yordam bergan. Shu uchun hozirgi yoshroq o'quvchilarga, yoshroq bolalarga maslahat berardimki, bir 3-4 sinflar bo'lsangiz agar, xohlagan aniq fanlardan ketmoqchi bo'lsangiz, bu aniq fan kimyo bo'ladimi, fizika bo'ladimi yoki informatika bo'ladimi, bunda asosida baribir matematika turadi. Hozirda o'sha asosiy fokusni matematikani chuqurroq o'rganishga qaratganingiz yaxshi deb o'ylayman. Meni dadam ko'p takrorlaydilar. Hayotda 3 ta kasb hech qachon o'z o'rnini yo'qotmaydi. Birinchisi harbiylar, ikkinchisi shifokorlar, uchinchisi o'qituvchilar. Bu uchala kasbni o'rnini hattoki hozirda rivojlanib borayotgan zamonimiz sun'iy intellekt ham bosa olmaydi. Chunki bu kasblar o'ziga shijoat va mehr talab qiladi. Xuddi shunaqa. Siz shu mehrli kasblardan tanlagan ekansiz. Kelajakda kim bo'lishingiz haqida. Baribir hozir siz aytdingiz, men 7-sinfligimdan o'qishni boshlaganman deb. Nima deb o'ylaysiz? O'quvchilarga qanday maslahat berasiz? Qaysi sinfidan o'qishga qattiq qarashni boshlash kerak yoki bolani beg'uborlik davrlarini ozgina qo'yib berish kerakmi? Chunki yoshligidan o'qishni boshlagan o'quvchilar o'qishdan bezib qoladi-da. Shunaqa. 3-4-sinfdan beri o'qaversa, keyin oxiri 11-sinfga borganda to'g'ri yutuqlari, muvaffaqiyatlari ko'p bo'lishi mumkin, lekin o'qishga bo'lgan qiziqishi yo'q bo'ladi-da. To'g'ri. Menda ham xuddi shunaqa bir sal 11-sinfning oxirroqlarida shunaqa bir bezishlar paydo bo'lib qolgan. Ko'p olimpiadalarga tayyorlanish jarayoni bizda ertalabdan kechgacha bo'lardi va zerikish paydo bo'lardi. To'g'risini shu shug'ullangim kelmasdi va qachon shu olimpiada tezroq o'tadi, sal dam olaman degan уже fikrlar paydo bo'lishni boshlashdi. Endi nima, masalan, men aytardimki, yoshroq 7-8-sinf bo'lgan boshlarda bunaqa, lekin 7-8-sinfda o'qiganman to'g'ri, lekin bunaqa hozirgi oxirgi yillarda ta'lim olmaganman, bunaqa ertalabdan kechgacha shug'ullanmaganman. Shu bolalarga ham shuni tavsiya bergan bo'lardim. O'zlari qiziqqan sohani doimiy shug'ullanib, masalan, kuniga 24 soat vaqt bo'lsa agar, o'shani 8 soatini uxlash bilan sarflansa agar 16 soat vaqt bor. Uni ham o'yin kulguga ham, o'rtoqlar bilan birga vaqt o'tkazishga ham va bir taxminan 3-4 soatini ta'limga ham sarflasa bo'ladi. Mana shu hamma narsani planlashtirib, masalan, o'yin kulguga ham, boshqa narsaga ham vaqt topsa bo'ladi deb o'ylayman va o'zlari qiziqqan sohaga o'zi kimgadir majburlash ham kerak emas. Masalan, aynan shu sohasidan masalan, kimyoga bo'ladimi, informatika bo'ladimi yoki faqat aniq fanlar emas, masalan, ona tili adabiyotga qiziqishi mumkin. O'sha bola o'zi qiziqib o'sha sohaga ko'proq vaqt ajratishni boshlaydi-da. O'shaning uchun
ну, baribir yoshlikdan o'sha qiziqqan sohasiga vaqt sarflashi kerak deb o'ylayman. Lekin unaqa ertalabdan kechgacha emas albatta. O'sha qanchadir vaqt kuniga 3 soatdir balkim. Balkim 2 soatdir. 2 soat kitob o'qish masalan. Xuddi shunaqa keyinchalik u katta bo'lgan sayin keyin ko'proq fokusni qaratsa bo'ladi 9-sinflardan boshlab. Bilasiz, endi har holda kimyoda uglerodni bosim ostida qizdirsak olmosga aylanadi. Sizni shu olmosga aylanish jarayoningizda bosim nima bo'lgan? Albatta bosim bo'ladi. Bosim muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan deb o'ylayman. Aynan masalan o'zimni shu olimpiadaga tayyorlangan vaqt masshtabida qaraydigan bo'lsak, aynan o'zimda bilimim ko'paygan va qanaqadir bir darajada oshganimni his qilgan vaqtim qanaqadir bir olimpiadada yutqazganimdan keyin shunaqa bo'lgan. O'zimni fokusim to'g'rilangan, masalan ko'proq vaqtimni yanada ta'limga sarflashni boshlaganman, ana shu olimpiada tayyorgarliklarini va o'z-o'zidan yaxshi natijalar ko'rsatishni boshlaganman. Har doim ham nima desam ekan, har doim ham ko'p dars qilishda emasda, ko'p dars qilgan odam yutadi degani emas yokida ko'proq kitob o'qigan odam yutadi degani emas. Bu birinchi navbatda qaniydir ham omad, ham fokusga, ana shu fokus deganda odamni dunyoqarashiga qanday e'tibor qilib не количество, а качество deyishadi-ku. Xuddi shunaqa qanday dars qilinganiga, masalan nechta kitobda emas, u nechtadir kitobni qanday o'qiganiga bog'liqda. Ana shu olimpiada yutqazganimdan so'ng mayda-chuyda xatolarimga ko'proq e'tibor berishni boshlaganman. Aynan shular haqida oldinlari e'tiborsiz bo'lganman. O'ylaganmanki, olimpiadalarda unaqa xato qilmayman deb o'ylaganman. Lekin aynan olimpiadalarda, xalqaro olimpiadalarga chiqib, mana shu xatolarni qilganimdan so'ng ko'zim ochilgan. Keyin kichik narsalarga ham ko'proq e'tibor berishni boshlaganman. Masalan, birinchi marta bo'lgani bu 9-sinfda xalqaro olimpiadaga saralashdan o'tolmaganman. Juda katta, men taxminan 1 hafta eslayman, depressiyaga tushib qolganman. Umuman sal g'alatiroq, to'g'risi uni so'zdan ta'riflab bilmayman, g'alatiroq hissiyotlar bo'lgan. Shuncha vaqt yaxshi natija qilib kelib, birdaniga yomon natijaga erishganman. O'sha menga qattiq zarba bergan. O'shandan keyin umuman boshqacha tayyorlanishni boshlaganman. Keyin o'sha xatolarimga e'tibor berishni boshlaganman. Yanada yaxshiroq tayyorlanishni boshlaganman. Keyin o'shandan keyin 1 oy o'tgandan keyin shu masalan 1 yil dars qilib yurganda o'sish bo'lmagan bo'lsa ham 1 oydan keyin juda katta o'sish sezganman. Oldin yecholmagan masalalarni yechishni boshlaganman. Imtihonlarda oladigan ballarim o'sgan va ana shunaqa natija bo'lganda va undan keyin bir marta xalqaro olimpiadada o'sha aytib o'tganda yaxshi juda katta niyatlar bilan borganmiz. Juda ko'p ustozlarimiz bizdan endi umid qilishgan shu 6 medal olishimni. Bu 10-sinfimda bo'lgan xalqaro Mendeleyev olimpiadasida. O'shanda kumush medal olganman. Juda ham xafa bo'lganmiz. Terma jamoamizdan qaytib kelganmiz. Keyin to'g'risi boshqacha bir emotsiyalar bo'lib o'tgan. Keyin o'shandan keyin 2 oydan keyin xalqaro kimyo olimpiadasi bo'lgan. Boshqacha hayotimda eng kimyo bilan ko'p shug'ullanib, eng qattiq tayyorlangan vaqtim o'sha 2 oy bo'lgan deb ayta olaman. O'shanda butun fokusim kimyoga bo'lgan, hatto esimda tushimga ham o'sha olimpiadaga kirib chiqardida. O'sha tasavvur qilardim olimpiadadan oldin. Shu olimpiadada ishtirok etayotganimni, taqdirlash marosimlarini yoki imtihonga kirayotganimni ana shu narsani tasavvur qilardim. Ana shu narsani tasavvur qilsam sezardimki, yaxshi. Demak, hozirda fokusim olimpiadaga qaratilgan, to'g'ri yo'ldaman deb o'zimga aytardim. Keyin ana shu 2 oydan keyin 10-sinfimda xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etib, 6 medal olganman. Mana shu kumushdan keyin, ana shu muvaffaqiyatsizlikdan keyin, aynan shu muvaffaqiyatsizlik shu 6 medal olishimga sababchi bo'lgan deb ayta olaman. Bu ham yana oddiy oltin medal emas, 9-o'rin bilan medal olganman. Shu O'zbekiston tarixidagi eng yuqori natija bo'lgan, rekord natija. 2024-yilda. O'sha kumush medal olgan aynan muvaffaqiyatsizlik mana shu natijaga sabab bo'lgan. Men ham ko'p eshitganman. Shaxsan o'zimni hayotiy tajribamdan, 16 yillik hayotiy tajribamdan kelib chiqqan holda biz avval prezident maktablariga imtihon topshirganmiz. Undan menda ham muvaffaqiyatsizlik bo'lgan. Ikkinchi bosqichdan, saralash bosqichidan o'tolmaganman. Undan keyin siz aytganingizdek, men ham tayyorlanish, undan keyin hayot surishni boshlaganman. O'qishga kirgan vaqtlarimni, o'qishda o'qib yurgan vaqtlarimni ko'proq o'ylardim. Nimaga? Chunki eshitgandim,
xayol surmasang, ya'ni shu narsani orzu qilmasang, bu narsa maqsadga aylanmaydi. Xuddi shunaqa. Bu orzu qilishni orqasida, xayol surishni orqasida unga bo'lgan ishonchning ortishi va xohishning, talabning ko'payishi bo'ladida. O'shaning uchun, menimcha ko'pchilik o'quvchilar xayol surish bu ortiqcha deb o'ylashadi. Buni to'g'ri talqin qilsa ham bo'ladi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? O'zingizni 5 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin qiziq savol, to'g'risi. Menimcha bir qanaqadir bir universitetda o'qib yurgan bo'lishimni hozir ayta olaman. Qanaqadir bir universitetda, qaysidir bir yaxshiroq universitetda va aynan shu kimyo sohasi, kimyo injineriya sohasini o'qiyotgan bo'lsam kerak, menimcha. Shunaqa. O'zingizga xos tomonlaringiz qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Ya'ni ulardan, boshqa o'quvchilardan qanday ajrab tura olasiz? Millatingiz boshqalarga qaraganda, masalan, baribir universitetlarda qabul qilish xatida o'quvchilarni o'rganishadi, shaxsiyatini. Ya'ni qanday o'ziga xos tomonlari bor. 5 yildan keyin nima deb o'ylaysiz? Qolgan o'quvchilardan nima bilan ajrab turasiz? Universitetdagi o'quvchilardan. Universitetdagi o'quvchilar. Qiyin savol. To'g'risi, chunki universitetda juda ham xilma-xil o'quvchilar bo'ladi. Juda ham katta, tем более o'sha dunyoning top universitetlarida top natijalarga erishgan o'quvchilarni qabul qilishadi va ulardan hammasi lekin har xil bo'ladi. Hammada men o'ylaymanki, aynan shu qiziqishim bilan yoshlikdan menga shu narsa bor. Juda ham ko'p savol beraman. Juda ham xohlagan narsada u o'zim sohamga tegishli bo'ladimi yoki yo'qmi, juda ham savol berishni yaxshi ko'raman. Aynan o'sha narsani ko'proq haqida ma'lumot olib, o'sha narsani o'rganishni yoqtiraman. Hech qachon ana shu savol berishdan uyalmaganman. Va uyalish ham kerak emas deb o'ylayman. Nimadirdan doim agar qanaqadir miyamga savol kelsa, o'sha vaqtni o'zida kimdan so'ramoqchi bo'lsam so'raganman. Mana shu xarakterim bilan boshqalardan ajralib tursam kerak va yana nima deyishim mumkin? Menda doim shunaqa narsa bo'lgan. Masalan, o'zim soham to'g'ri bo'lishi mumkin kimyo, lekin faqat kimyo bilan cheklanib qolish to'g'risi o'zimga ham yoqmaydi. Masalan, shuncha vaqtimni doim o'ylaganman, ana shu kimyo bilan sarflaganman va boshqa narsalar, masalan, badiiy kitob o'qish, siz aytgandek, qanaqadir bir filosofiyalar bilan yoki tarix bilan shug'ullanishda yoki bir sport bilan shug'ullanishga uncha ko'p vaqt qaratib olmaganman, lekin harakat qilaman doim ana shu tomonlama ko'p qamrovli bo'lishiga. Va universitetda o'zimni hozir maqsad qilib qo'yganman. Aynan boshqa sohalarga ham ko'proq e'tibor qaratishni, aynan kimyo yoki kimyoviy injineriya yoki bitta sohaga fokusni ko'proq qaratmasdan, boshqa sohalar bilan ham ko'proq shug'ullanishni. Shu narsa bilan boshqalardan balkim ajralib tursam kerak. Aniq bilmadim endi. Hozir siz ta'kidlab o'tdingiz, savol berishni yaxshi ko'raman deb. Endi qiziqarli holat, bizni maktabimizda ko'pchilik o'quvchilar shu qobiliyatga ega emas. Kimdir kelganda yo ular savol bermay qo'yishadi yoki rostdan uyalishadi. Va bizning o'qituvchilarimiz juda ham ko'p ta'kidlashadi. O'quvchilar savol bermaganligining ikki xil holati bor. Yoki ular rostdan zo'r tushunishgan yoki umuman tushunishmagan. Shunaqa. Bu qobiliyatni barcha o'quvchilar o'zlashtirib olishini tilayman. Chunki savol berish orqali siz tushunmagan narsangizni o'rganasiz. Alisher Navoiyning ham bir hikmatli gapi bor. Toma-toma ko'l bo'lur. Siz savollar orqali o'zingizning maqsadingizni qurarsiz. Balki kelajagingizga yangi yo'l ocharsiz. Sizni Facebook ijtimoiy tarmog'ida kuzatdik va kommentariyalarda shuni aniqladikki, ko'pchilik ota-onalar juda ham iliq kommentariyalar bildirishgan. Masalan, mening farzandim ham sizga o'xshashini xohlayman yoki ishlaringizni omadini bersin, ota-onangizga rahmat, sizdek farzand tarbiyalagan kabi iliq izohlarga yuzlandik. Siz o'sha ota-onalarga va ularning farzandlariga qanday maslahat bergan bo'lardingiz yoki tilaklaringiz bo'lsa? Nima ham degan bo'lardim? Ularga maslahatim shu o'zlari qiziqqan soha nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'shanga ko'proq vaqt sarflab, o'shanaqa o'zlarini skilllarini, bu kitob o'qish bo'ladimi yoki masala yechish bo'ladimi, o'shani rivojlantirishlarini. Hamma odam har xil, kimdirlar bilan solishtirish kerak endi, lekin o'zida bir qanaqadir darajada solishtirish kerak. Va o'sha o'zlarini tomonlarini, kuchli tomonlarini yanada rivojlantirishlarini maslahat bergan bo'lardim.
va bu yo'lda albatta muvaffaqiyatsizliklar bo'ladi. Qanaqadir bir turli xil muvaffaqiyatsizlikka uchrash mumkin. O'sha vaqtda o'zlarini kuch topib, o'sha yo'ldan to'xtab qolmasdan yana davom ettirishlariga maslahat bergan bo'lardim. Mening ota-onalarga murojaatim: ota-onalar hech qachon farzandlaringizni qaysidir soha uchun majburlamang. Undan ko'ra ularni rag'batlantirishga ko'proq e'tibor qarating. Dalil Rahimov ham takrorlab o'tdilar, ularni rag'batlantirish ularni hayotlarida judayam katta rol o'ynagan, ya'ni muvaffaqiyatlarga erishishlarga bir kalit bo'lgan desak ham bo'ladi. Shuning uchun bolangizni fikrini iloji boricha inobatga oling va qiziqishlari bo'yicha ustida ishlashingizni maslahat beraman. Va bizning asosiy kuzatuvchilarimiz, maktabimiz o'quvchilariga qanday maslahat berasiz? Yoki ularga motivatsion gap ayting, ular uyg'onishsin. Ularga ham albatta xuddi shunaqa. Hozirda yoshlarda imkoniyatlar juda ko'p va mana shu imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish kerak. Turli xil olimpiadalar tashkil qilingan, turli xil hakatonlar mavjud. Nafaqat yana olimpiadalar, turli xil yana boshqa tadbirlar mavjud. Mana shu tadbirlardan foydalanib, mana shularda ishtirok etib, o'zlarini birinchidan talantlarini, o'zlarini kuchli tomonlarini aniqlab, o'shalarni rivojlantirishlari kerak va hech qachon mana shu yo'lda to'xtamasliklarini so'rab qolgan bo'lardim. Albatta ishlanglar, to'xtamanglar, ko'proq o'sha o'z ustingizda vaqt ajratinglar. Albatta yutuqqa erishsa bo'ladi. Bugungi suhbatimiz uchun sizga kattakon rahmat. Yo'q demay kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizga yangi marralar, yutuqlar hamda yangi qiziqishlar tilaymiz. Eng asosiysi samimiyligingizni yo'qotmang. Keyingi sonlarimizda Xudo xohlasa siz bilan Nobel mukofotini olganingizda uchrashishlik nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, agar sizga Choy Time podkasti yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Maqsadingiz so'nmasin, choyingiz sovimasin. Siz bilan Choy Time podkasti.